Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun mush Xitoydan tarqagan COVID-19 kasalininki navbatdagi ahvoli to'g'risida ba'zi yangi uchurlarni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Hammanglarning ko'ngil qo'yib anglashinglarni umid qilaman. Xitoydan tarqagan bu COVID-19 kesili butun dunyoga tarqagandan hozir qadar bu kasal to'g'risida nurg'un ilgirlashlar yuz bergan bo'lib, buning ichida yuz bergan eng cho'ng o'zgarish, ya'ni bu kasallikka o'lish nisbatiniki tuvallishi va bu kasalga bo'lgan tushanchiniki ish berishi. Mundaqcha aytgan vaqtida bu kasallikki hozirgi o'lish nisbati 3, 4, 5 oylarga nisbatan ko'zga ko'rinarlik darajada tuvalligan bo'lib, buningda hamda bir necha xil omillar muhim rol o'ynagan. Garchi ba'zilar bu kasal bilan o'ladigan, ya'ni yashangan insonlarning ko'pinchisi o'lib tugaganligi uchun hozirgi o'lish nisbati tuvalligan bo'lishi mumkin deb qaragan bo'lsa-mu, lekin amaliyotda bu kasallikni davolash jihatdagi ilgirlishi va yoki bu kasalga bo'lgan tonishiningki yuqori ko'tarilishiga ergishib, bu kasallikni o'ltirish nisbati haqiqatanmi ko'zga ko'rinarlik darajada tuvalligan. Garchi bu kasal yani butun dunyo miqyosida nihoyatda tez suratda kengayotgan bo'lsa-mu, biroq uningki o'lish nisbati shu 4, 5 oylarga nisbatan ko'zga ko'rinarlik darajada tuvalligan bo'lib, 4-oyda bu kasal bilan yuqumlanganlarningki o'lish nisbati, ya'ni ayni vaqtida eng yuqori bo'lgan vaqtida 22% odam o'lib ketib, 78% odam saqaygan bo'lsa, hozirgi kelgan vaqtida bu kasalga giribdor bo'lib, tamoman bir taraf bo'lib bo'lgan bemorlar ichida saqayganlar 97%, o'lib ketganlar 3%. Hozir bir taraf bo'lmagan, ya'ni kasal holda turayotgan bemorlar ichida kasallik ahvoli o'tiral yoki yengillar 99%, kasallik ahvoli alayda ig'ir yoki xatarliklar aran 1% tushgan. Mundaqcha aytgan vaqtida bu kasallikni umumyuzlik davolash, saqlash ahvolida ko'z ko'rinarlik darajada ilgirlashlar bo'lib, o'lish nisbati ko'zga ko'rinarlik darajada tuvalligan. Bu vaboninki shu o'lish nisbatiniki tuvan bo'lishi hargizmi bu vaboninki xatarlik emasligidan darak bermaydi. Garchi bu vabo tufaylidan insonlarninki o'lib ketish nisbati burunqi nisbatan ko'z ko'rinarlik darajada tuvalligan bo'lsa-mu, biroq bu kasal yanada xatarlik kasal hisoblanadi. Hozir hamda mutaxassislarninki bu tadqiqotchilarninki izlanishlariga asoslangan vaqtida bu vabo yolg'iz mush insonlarning o'pkisiga ta'sir qilib, o'pkida zaxmi qilib qolmasdan, balki miyada, börekdə, jigarda, uchayda, qon tomirlarda, yurakda, oshqozon osti bezi va terida mangulik zaxmi paydo qildiganligi ma'lum bo'layotdi. Bo'libmi bak bu o'pkida ba'zi mangulik zaxmlarni paydo qilib, oxirisida bemorninki o'pka almashtirishiga majbur bo'lishiga yetib bordiganligi ma'lum. Ya'ni bu vabo giribdor bo'lib saqaygan bemorlardimi ba'zi yomon oqibatlarning, ya'ni ba'zi zaxmlarninki mangulik qilib qoldiganligi ma'lum.
Undan başqa bu vaba yani minigimi alaydı ta'sir ko'rsatib insonlarningki baldur qerib ketishini yoki insonlarningki shu Alzheimer kasaliga giribtor bo'lish nisbatini yuqori ko'taradiganligi o'tirg'i chiqmoqda. Ya'ni bu kasalningki bu mingida qoldirgan zaxmisi kishilarningki esda saqlash, tafakkur qilish qobiliyatiga ta'sir ko'rsatib, insonlarni 10 yil burun qiritib shu sababdan yashanganlarda ko'p bo'ladigan shu Alzheimer kasaliga o'xshash kasallarningki paydo bo'lish nisbatini yuqori ko'taradiganligi o'tirg'i chiqmoqda. Bu vabanın bütün dünya miqyasida keng ko'lamda tarqishi va vaqtning o'tishi bilan bu vabaga giribtor bo'lib saqaygan ba'zi insonlarningki ikkinchi qitim qaytadan bu vabaga yuqumlanganligi o'tirg'i chiqmoqda. Ya'ni burun inson bu vabaga giribtor bo'lib saqaygandan keyin ikkinchi qitim qayta yuqumlanmaydi deb qaralgan bo'lsa-mu, lekin hozirgi amaliyot shuni isbotladiki, bir qism kishilar garchi bu vaboga yuqumlanib taltuk saqaygan bo'lsa-mu, bir mezgildan keyin u vaboga qayta yuqumlanish ehtimolining borligi o'tirg'i qo'yilmoqda. Bu haqda yani texmi ilgirlagan tadqiqotlar va izlanishlar ilib berilmoqda. Hamda bu vabaga giribtor bo'lib saqaygan odamlar nima uchun ikkinchi qatim qaytadan yuqumlanadi degan vaqtida buning asosli sababi bu insonlar bu vabaga yuqumlanib saqaygandan keyin badanda shakllangan antibodilarniki ya'ni mangu yuqori saviyada saqlanib turmaydiganligi bir mezgildan keyin antibodiniki miqdori ya'ni mushu virusga qarshi turadigan asosli immunit kuchniki birisi bo'lgan mushu antibodiniki vaqtning o'tishi bilan tövellab mangadiganligi o'tirg'i chiqmoqda. Ba'zilar bu vabo bilan yuqumlanib badanda shakllangan antibodilar 4-5 ay davom qiladi degan bo'lsa, ba'zilar 5-6 ay davom qiladi deb qarab o'tadi. Endi bu vaqtning o'tishi bilan bu vabo bilan yuqumlangan odamlarningki badanda shakllangan shu antibodilarningki qancha uzun davom qilishdiganligi yoki qanchalik vaqt shu odamni shu virus bilan qaytadan yuqumlanib qilishni saqlay oladiganligi texmi aniq o'tirg'i chiqishi mumkin. Hozirgi ahvolda ba'zilar 3-4 ay davatqanlar bor, ya'ni ba'zilar 5-6 ay davatqanlar bor. Lekin shunisi aniqki, bu shu vabo bilan yuqumlanib qayta saqaygandan keyin qayta yuqumlanganlar asosligi shu badandagi shakllangan antibodiniki miqdorining tövellab ketishi sababidan uning badanda shakllangan immunit kuchi u odamning qaytadan yuqumlanishdan qo'g'diyolmaganlikdan ikkinchi qitim qayta yuqumlangan deb qaralmoqda. Bu haqda balkim buningdan keyin texmi yangi bayqashlar o'tirg'i chiqishi mumkin. Men bu jihatda ya'ni yangi natijalar o'tirg'i chiqqan vaqtida men qarindoshlar bilan o'rtoqlashib o'tma. Hozirgi bilgan ahvol qargan vaqtida bu vabo bilan yuqumlanib saqaygan insonlarningki badanida shakllangan antibodilar, ya'ni shu virusga qarshi immunit kuch balkim 3 oydan 6 ay shu odamni qo'g'dashga yetsa kerak. Uningdan keyin ba'zi kishilarda qaytadan yuqumlanish ehtimolligi ish mangdi degan gap. Bu haqda balkim buningdan keyin texmi jiq yangi uchurlarga erishishimiz mumkin. Endi bu vaboga nisbatan yana qandaq yangi uchurlar bor degan vaqtida shu yaqindan buyon
bu Yevropa qit'asida bu vaboni keltirib chiqargan virusninki yangicha bir shaklninki tarqalayotganligi ma'lum. Yana mundaq aytgan vaqtida bu aslidagi virus Yevropada hozir shaklni o'zgartib, bu Yevropa qit'asida keng tarqalayotganligi, bu shakli o'zgargan yangi virusninki İspaniyadan tarqalganligi o'tirg'i chiqmoqda. Buningki ahamiyati nima degan vaqtida, garchi bu yangi chiqqan virus asldagi virusdan texmi kuchlik, texmi tarqalishchan, texmi o'ltirishchan deydigan bir yakun bo'lmasmi, lekin bu yangi virusninki o'tirg'i chiqishi aslidagi kontrol qilish qiyin bo'layotgan bu vaboni texmi murakkab qilishi ehtimoligi bor. Undan boshqa yaqinda dunyoga kelmoqchi bo'lgan vaksinaninki bu yangi shakldagi virusga unumi bo'lamdi, bo'lmamdi, uni hozircha bir narsa deyish qiyin. Shunglashqa bu mutaxassislar bu yangi o'zgargan virusninki tarqalishi balkim hozir mush kontrol qilish ta'sir bo'lgan bu vaboni texmi murakkablashtirib o'tishi mumkin deb qaramoqda. Bu jihatda yangi tadqiqotlar ilib berilmoqda. Agarda bu jihatda yangi natijalar maydonga kelsa, men qarindoshlarni yana xabardor qilib turishga tirishman. Hozircha bu vaboninki keltirib chiqargan virusninki har xil shakllari, har xil o'zgarishlar dunyoga kelganligi o'tirib qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin maqtim shu Yevropadan bayqagan bu virusninki yana bir variantiniki İspaniyani markaz qilib Yevropada keng tarqalganligi tadqiqotchilarninki alayda diqqatini qo'zg'amoqda. Yuqorqilar bu vaboninki hozir qadar shu o'zgarish taraqqiyot jarayonidagi yangiliklar bo'lib, undaqda biz shu virus qarshi davolashda, ya'ni bu vaboni davolashda qandaq yangiliklar o'tirg'i chiqdi deganga kelsak, hozir qadar garchi bu vaboni davolashda ko'p ilgirlashlar bo'lsa-mu, biroq ma'lum bir dora bu vaboga qarshi alayda unum berdi degan bir yakun yo'q. Bu vaboga qarshi davolashda yanada universal davolashni qo'llanadigan bo'lib, kasal ahvoli alayda ig'ir bo'lmaganlar uyda o'ltirish tashabbus qilinyotidi. Yana bunda chiqqan vaqtida biz bu vaboga yuqumlanib doktorga berish shartiga to'shmagan vaqtimizda, ya'ni kasalimiz nisbatan yengil bo'lgan vaqtida uyda nima ish qila olamiz degan vaqtida birinchidan yaxshi orom olish, ya'ni bu vaboni uyda o'z-o'zini davolashdagi muhim omillarning birisi yaxshi orom olish, andan keyin shu atrofda bek cho'gilab yurmay, bu vaboniki yuqumlanish, keng tarqalishniki oldini olish, ya'ni o'zimizdan boshqalarga yuqtirib qo'yishning oldini olish, andan keyin ko'proq usuzliq ichish, choy, sho'rpa degandek narsalarni ko'proq ichish, andan keyin shu o'zimizdagi kasallik ahvolini bo'lib nafaslanish ahvolimizni yaxshi kuzatish. Agarda bu kasallik ahvolimizda ushtumtut ig'irlashish, alayda o'zgarish bo'lsa, vaqtida doktorimiz bilan aloqalashish, bo'lmay qolib qolsa, asosligi uyda o'ltirib o'zimizning sharoiti yetgan ahvol ostida bu kasalni bir taraf qilish orqali mutlaq ko'p sondagi bemorlarninki yaxshi bo'lib ketish ehtimoli bor. Men burunqi leksiyalarimda deb o'tgandagidek, ba'zilar vitamin D'ninki bu kasalga belgilik ahamiyati borligini o'tirib qo'ygan. Hozirgi tadqiqotlarninki natijasiga asoslangan vaqtida bu vabo giribtor bo'lgan bemorlarning 80%da vitamin D kamlik bor ekan. Shu sababdan ba'zi mutaxassislar bu virus bilan yuqumlangan bu insonlarninki kasallikni taraqqiy qilishida balkim vitamin D'ning kam bo'lishi alayda rol o'ynagan bo'lishi mumkin deb qaramoqda.
Gerçi vitamin D bu virüsqa alayda ünümü bo'lmasa mı, biroq vitamin D'ni to'liqlash orqali mushu virusga yuqumlangandan keyin bu kasal ahvoli taraqqiy qilib, bu kasallikka ig'irlashib ketishining oldini olishda vitamin D yanada muhim rol o'ynaydi deb qarashga bo'ldi. Chunki bu kasalga bu virusga yuqumlanib, bu kasalga taraqqiy qilgan insonlarning 80%da asosan vitamin D kam bo'lgan, ya'ni vitamin D kam bo'lish sababidan ularning kasallik ahvoli ig'irlashgan deb qarashga bo'ldi. Shu sababdan vitamin D ni iste'mol qilish orqali garchi bu virusga qarshi alohida unumga erishgili bo'lmasa-mu, lekin kasallikning taraqqiy qilishning oldini olg'ili bo'lishi mumkin yoki shundoq deb qaraydiganlar bor. Chunki bu vitamin D alohida bir aks ta'siri va dori bo'lmaganlik uchun, ya'ni badanimiz ehtiyojli bo'lganlik uchun meningcha bu virusga yuqumlanib qolganlar mayli kasal alomatining ig'ir yengil bo'lishidan qat'iy nazar vitamin D yoki vitamin D mo'l bo'lgan yemakliklarni iste'mol qilish meningcha bir tashabbus qilishga tegishli yaxshi bir ish deb qarayman. Shu sababdan buni qarindoshlar bilan o'rtoqlashishni to'g'ri ko'rdim. Bu kasalni davolashda yuz bergan eng cho'ng yangilik yoki eng cho'ng o'zgarish degan vaqtimizda bu vaboni antibody bilan davolash. Ya'ni shu Amerikaninki cho'ng bir shirkati Regeneron ishlab chiqargan REGN-CoV2 degan shu antibody toplanması yoki birikmasi shu Trump Amerika prezidenti Trump bu vabo bilan yuqumlangandan keyin qo'llanib alohida unumga erishgan bir davolash usuli bo'lib, hozir dunyoda biraz umid zo'r deb qaralgan antibody shu birisi Amerikaninki Regeneron degan shirkati ishlab chiqargan antibody, yana birisi Angliyaninki Lilly degan shirkati ishlab chiqargan antibody bo'lib, yaqinda bu Angliyaning shirkati ishlab chiqargan bu antibodyda azroq masala ko'rilganligi ma'lum. Uningdan boshqa bu Amerikada ishlab chiqargan Regeneron shirkatininki antibodysi gerçi Trump'da alayda ünüm bergen bo'lsa-mu, lekin uning ünumiga nisbatan hozir yana o'xshamagan qarashlar bor. Ko'pincha kishilar bu antibodyni yana shu virus bilan yuqumlangan odam qancha burun ishlatsa, ya'ni kasal alomatlari ko'rilishga başlamagan vaqtida agar shu odamninki yuqumlanganligi ma'lum bo'lsa, shu vaqtida ishlatsa alohida unum beradiganligi, biroq kasal ahvoli ig'irlashib, rasmiy balans yetib qolgan vaqtida ishlatsa, uning ancha unum bermaydiganligi ma'lum. Shunga bu antibody bilan davolashmi shu bemorninki kasallik ahvolining ig'ir yengilligiga bog'liq bo'lib, yengil vaqtida dastlabda ishlatsa unum beradiganligi, ig'irlashganda ishlatgan bo'lsa unum bermaydiganligi ma'lum. Albatta, yengil vaqtida ba'zi kasallarningki ig'irlashmay lakin saqib ketadiganligi ma'lum. Shundaq bo'lgan vaqtida bu yengil kasallarga ishlatgan dorininki unumi amaliyotda aniq isbotlash biroz zaman oladi, chunki yengil kasallar ba'zida dori ishlatmasa saqib ketishi mumkin. Shunlashqa dori ishlatgandan keyin saqib ketsa, uninki saqib ketishiningki dorining sababidanmi yo o'zligidan saqib ketganmi, uni farq qilish uncha oson emas.
emas, uningga nisbatan yana izchil silishtirma xarakterlik tadqiqotlarni elib berishga to'g'ri keldi. Lekin shundaqdimi hozir shu antibody ya'ni Regeneron shirkatiniki bu antibodisi shu kasallikni ig'irlab ketishining oldini olishda alayda ahamiyati bo'lishi mumkin deb qaralmoqda. Undan başqa bu vabani davolashdagi yana bir yangilik shu vabo dastlabda boshlangandan boshlab qo'llanib kelayotgan Remdesivir degan dori Amerikaninki FDA'dan rasmiy tasdiqlanib bu kasalni davolaydigan birdan-bir rasmiy tasdiqlangan doriga aylandi. Bu dori hozir mayli Amerikada olsun butun dunyo miqyosida shu balnisga yetib qolgan ig'ir kasalliklarni davolashda muhim rol o'ynaydi deb qaralgan birdan-bir nisbatan aytgan vaqtida unumlik dori. Nimishqa nisbatan deymiz degan vaqtida men yuqori deb o'tgandagidek hozir qadar bu kasalga to'liq unum berdi deydigan birmi dori yo'q. Shunglashqa bu vabani davolashda ishlatilayotgan dorilar, ya'ni bu dorini o'z ichiga olgan yana boshqa dorilar universal davolashning bir qismi bo'lib, ularning unumi faqatla nisbiy, ya'ni mutlaq emas. Shunga men bu doriniki nimasimi unumini nisbatan yaxshi yoki nisbatan unumlik bo'lgan dori deb oldim. Balkim yaqin kelgusida yana boshqa unumlik dorilar o'tirg'a chiqishi mumkin, lekin hozir qadar nisbiy holda shu dori bir qadar unumlik deb qaralgan dorilar, undan boshqa 10 xildan ortiq dorilar o'xshamagan ahvol ostida qo'llanib kelinmoqda. Endi bu vaboning oldini olishda eng muhim rol o'ynaydigan vaksina ishiga kelsak, hozir endi butun dunyo miqyosida bu vaboga qarshi vaksina ishlab chiqarish davlatlar orasidagi bir musobaqaga aylangan bo'lib, hozir endi ko'pincha mutaxassislarning qarashicha butun dunyo miqyosida tadqiq qilinayotgan vaksina 200 xildan oshgan. Uning ichida 11 xil vaksina oldingi qatorda mengayotgan bo'lib, ular hozir 3-bosqichlik klinikalik sinoqni oxirlashtirish oldida yana mundaqcha aytgan vaqtida shu oldimizdagi 1-2 oy ichida bu shu 11 xil vaksinaninki ko'p qismi oldi-kayni bo'lib bozorga kirishi mumkin. Bo'libmi bak shu Amerikaning Pfizer shirkati bilan shu Angliyaninki Astra Oxford shirkati birlashib ishlayotgan vaksina hozir Amerikada bo'lsin yoki Angliyada bo'lsin eng oxirgi bosqichga kirgan bo'lib, ko'pincha mutaxassislarningki qarashicha mushu yilningki oxirgichalik tasdiqlanishi mumkin deb qaralmoqda. Amerikada hozir shu vaksina ishlab chiqarishda eng oldida mengayotgan vaksinalar 3 vaksina bo'lib, ba'zi mutaxassislarningki qarashicha mush yilning oxirgichalik 50 million vaksina shu rasmiy ishlatishga tayyor bo'ldi deb qaramoqda. Agar shu vaksina qisqa vaqt ichida Amerikaninki dori idorasi tarafidan tasdiqlansa, mush yilning oxirigacha yoki kelasi yilninki 5-gichalik 50 million vaksina bozorga kirishga tayyor bo'ladi ekan. Bu asosligi hamda shu vaksinaninki eng oxirgi 3-bosqichlik sinoqning natijasi va FDA'ninki, ya'ni Amerika dori tasdiqlash idorasininki tasdiqiga bog'liq. Agarda qisqa vaqt ichida bular oxirlashsa, balkim mush yilning oxiri, kelasi yilning boshlariga qarab
vaksina, yani 50 milyon vaksina Amerika'da bazağa kirishi tamamen mümkün. Yuqorqilar bu vaboga nisbatan yaqindan beri o'tirg'a chiqqan yangilik va o'zgarishlar bo'lib, ba'zi mutaxassislar bu vaboga qarshi vaksina rasmiy qo'llanishga boshlagandan keyinmi bu vaboninki qisqa vaqt ichida kontrol bo'lmaydiganligini o'tirib qo'yishmoqda. Chunki bu vaksinaninki unumininki birinchisi 100% bo'lishi notayin, ya'ni ko'pincha davlatlarninki vaksinaga bo'lgan siyosatiga asoslangan vaqtida vaksinaning unumi 50% danla oshsa, 50% dan oshsalar tasdiqlab bozorga kirgizdi ekan. Shundoq bo'lgan vaqtida bu vaksina tasdiqlanib bozorga kirgandan keyinmi uning unumininki 100% bo'lishi notayin, ya'ni mundoq aytgan vaqtida nurg'un vaksina udurgan insonlarning yana yuqumlanish ehtimoli bor. Albatta bu vaksina dunyoga kelgandan keyin, yana rasmiy qo'llanishga boshlagandan keyin bu vaboninki tarqalishi ma'lum darajada kontrol bo'lishi yoki ostilishi mumkin, lekin qisqa vaqt ichida tamoman kontrol bo'lishi notayin. Chunki birisi yuqorida deb o'tgan sabab, ya'ni vaksinaning unumininki nihoyat yuqori bo'lishining ehtimolining tuvanligi. Ikkinchisi, mayli vaksina uldirish sababidan bo'lsin yoki bo'lmasa bu virusga yuqumlanib saqaygan sababidan bo'lsin, badanda shakllangan antibodilarninki badanda bak uzun davom qilmaydiganligi, ya'ni 3 oydan 6 oygacha vaqt o'tgandan keyin antibodining miqdorining tuvanlab ketadiganligi ma'lum. Shu sababdan vaksinaninki unumimi bak uzun davomlashmasligi, ya'ni balkim 4 oydan 6 oygacha yana qaytadan udirishga majbur bo'lishi mumkin. Undan boshqa yuqorida men deb o'tgandagidek bu virus o'zgarib turish ehtimoli bo'lganligi uchun hozir ishlanayotgan vaksinalar o'zgargan viruslarga foyda qilish ehtimolimi tuvan bo'lishi mumkin. Albatta bu hozir rasmiy aniqlangan bir yakun emas. Oldimizda bu haqda texmo yangi uchurlarga erishishimiz mumkin. Gapning qisqasi, bu mayli davolash jihatdan bo'lsin, mayli vaksina jihatdan bo'lsin, bu vaboni qisqa vaqt ichida kontrol qilishi biroz zo'r. Shunglashqa eng oxirisida yana o'gilab-cho'gilab o'zimizningki tadbir ilishimiz, bu vabodan yuqumlanishni oldini ilish yoki saqlanish, ya'ni nihoyat bak muhim. Garchi bu vabodan yuqumlanishdan saqlanish, oldini ilish usullari uzundan beri qayta ta'kidlanib kelgan bo'lsa-mu, men oxirida yanala shu usullarni qayta ta'kidlab o'tmoqchi. Chunki bu bizga nisbatan eng oddiy, eng arzon, eng unumlik usul bo'lib, agar biz mushu usullar orqali bu virusga yuqumlanishdan saqlana olsak, biz eng ko'p avorchiliklardan saqlangan bo'lamiz. Albatta vaksina chiqib, unumlik vaksina chiqib, bizni bu vabodan qo'g'day olsa, nurg'un ishlarimiz osonlik bo'ladi. Lekin hozirgi reallik qarg'a vaqtida u vaksinalarniki qisqa vaqt ichida bu vaboni kontrol qilish ehtimoli uncha yuqori bo'lmaganligi uchun yanala o'zimiz tadbirlik bo'lishga to'g'ri keldi. Endi bularninki qanday qilgan vaqtida bu vabodan saqlanғалы, yuqumlanishdan o'zimizni qo'g'dag'ili bo'ldi degan vaqtida yanala shu qo'l yuvish, ya'ni maynat qo'limiz bilan ko'zlarimizni, burnimizni tutmaslik, anandan keyin insonlar orasida masofa saqlash, odam bak ko'p yerga amal bormaslik, anandan keyin maska taqash, agar yuqumlanish ehtimoli bo'lgan vaqtida eng yaxshisi ishqa bormay uyda o'tirish, anandan keyin atrofimizga odamlarga yuqtirib qo'yishdan saqlanish.
anandaki qo'lni yumay turib, shu maynat qo'l bilan yoki yuqumlanish ehtimoli bulg'angan qo'l bilan ko'z, burun va ig'izni tutmaslik, anandan keyin shu qo'l bilan ko'p tutish ehtimoli bo'lgan har qanday buyumlarning ustini vaqtida pokizlab yuvib turish. Bu vabodan saqlanishda hozir qadar eng unumli bo'lgan, eng oddiy, eng arzon usul. Şuna men buni oxirida yana qayta ta'kidlab o'tishni zarur ko'rdim. Men bugun so'zlamoqchi bo'lgan bu leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat bilan anglag'ininglarga ko'pdan ko'p rahmat. Allah hammamizni salomat qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Xudoga omonat.